Assalomu alaykum hammaga xormanglar. Men uyga kelsam, mana zakazlarim yetib ketdi. Xanumka Instagram profilida shunaqangi bor, ayol kishilar, go'zal qizlarimiz ishlatadigan mahsulotlar bor. Eng asosiysi sifatli, uyaltirib qo'ymaydi. Men bergan mahsulotlarni xudo xohlasa yaqinda dugonalarim tug'ilgan kuniga sovg'a uchun dastlab qildim. Parfyumlar, attarlar bor, har xil kremlar bor, va gel dusha, sovunlar bor, shampunlar bor. Xullas hamma narsalar profilga kirib qo'ysanglar, o'zingizga nima kerak bo'lsa zakaz berasizlar. Shunaqangi chiroyli pakovishni qilib beradi. Demak, sovg'a salomga berishinglar mumkin, o'zingizlar ishlatishinglar mumkin, oilaga, ro'zg'orga maza qilib ishlatasizlar va menga rahmat aytasizlar. Men har doim Xanumka profilidan o'zimga kerakli narsani zakaz beraman. Hozir sizlarga ko'rsataman nimalar zakaz berganimni. Mana o'rtoqlar, Xanumka Instagram profilida mana shunaqa ajoyib sovg'alar. Mana bu uchtasi birda. Bu luks original, bu Dubayniki, bu yerda shampuni bor, balzami bor va gel dushi bor. Juda ham chiroyli. Mana buni hidini juda ham sevdim qizlar. Bu koreyskiy toza mahsulotlar. Ular juda ko'p narsalar. Kstati, mana soch uchun shunaqa zo'r shampun bor, shunaqa sochlarni, to'kilgan sochlarni chiqaradi, ildizni mustahkamlaydi. Mana bu attir. Hidi такой нежный, juda ham chiroyli hidi. Krem, skrab krem, Letsia